Sharqi Turkistondagi atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi turmalarning ahvoli haqida ma'lumot bergan bir soqchi vaziyatning qanchalik qo'rqinchli ekanligini yana bir qatim o'ttirg'i chiqardi. Qashqar viloyatining To'qqizaq noyasida ishlaydigan bu soqchi ta'minlagan uchurlarga asoslanganda jazo lageridagi tutqunlar qattiq nazorat ostida yashaydi ekan, o'zaro paranglashma cheklangan, agar xiloflik qilib qolsa og'ir jazoga tortiladi ekan. Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirish siyosati bo'libmi Xitoyning Sharqi Turkiston tavasida 1200 dan ortiq yig'ilish lageri qurib, taxminan 3 milliondan 5 milliongacha Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turklarni bu lagerlarda tutib turayotganligi iyi partiya raisi Meral Akşener tarafidan Turkiya parlamentida o'tirib qo'yildi. Akşener Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Şarkı Türkistan'ın vaziyetini oturup koydu ve Şarkı Türkistan'da milyonlagan Türk yığılış lagerlerinde qamalmakta, saraydınmı ve onun şehirgidinmi sada yok deyiş arkalık hükümetin Şarkı Türkistan'daki zulümüge sükut kılıvatkanlığına eyüpledi. Xitoyda avgust ayida 1983 kişinin yuqumliq kasallik sebebinden o'lganligi bildirildi. Xinhua agentligining davlat sahiya idorasidan naql qilib bergan xabarga asoslanganda, o'tgan oy A, B va C kategoriyalariga ayrilgan yuqumliq kasalliklardan kelib chiqqan 706.372 voqea tekshirib aniqlangan. Natijada 1983 kishi yuqumliq kasal bilan hayotidan ayrilganligi ma'lum bo'lgan. Xitoyning 1 milliard 430 millionlik g'oyat zo'r nufusi qarta ijtimoiy ishonch nomi ostida nomer qo'yish sistemasi qurib chiqib, ularning ish harakatini nazorat qilayotganligi va Xitoyning ichki qismida Xitoylarning pasportlarini musodir qilayotganligi o'tirg'i chiqdi. Xitoy doiralarining tushuntirishicha, bu atalmış nomer qo'yish sistemasi fuqarolarning qancha nomerlik shaxs ekanligini bog'lab, mukofotlash va jazolash mexanizmi orqali jamiyatda bexatarlik tuyg'usi yaratishni maqsad qilgan. Shimoliy Atlantik Aktiv tashkiloti NATOning Rossiya chegarasiga yaqin bir joyda o'tkaziladigan harbiy manevr Moskvaning ayblashiga uchirdi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Marina Zakharova NATOning Rossiya chegarasida o'tkazayotgan Tren-Jonkistor 2018 nomli harbiy manevrga inkos qaytardi. Zakharova NATO davlatlarining Rossiya chegarasida harbiy kuchini oshirayotganligini tilga elib, NATOning bu hozirliklarini nazardan saqit qilishga bo'lmaydi, Rossiya bexatarligini saqlash uchun kerakli tadbirlarni oladi dedi.